Holland hech qachon yarim finalda gol urmagan. Southampton esa hatto Premier Ligada ham o'ynamaydi. Lekin Angliya Kubogining bu narsalar bilan nech pullik ishi bor. Manchester City 8 yildan beri har yili yarim finalga chiqib keladi. Holland Angliya Kubogida 12 ta gol urgan. Lekin ularning bittasi ham yarim final yoki finalga to'g'ri kelmaydi. Birortasi ham. Southampton bu yerlarga kelish uchun Premier Liga peshqadamini musobaqadan chiqarib yubordi. Ular hatto Premier Ligada ham o'ynamaydi. Ikkinchi divizion klubi oxirgi marta finalga chiqqanida Holland birinchi sinfda o'qirdi. Aslida Southampton bu yerda bo'lishi kerak emas. Manchester Cityning muammosi ham mana shunda. Shunaqa bir qolip bor. Favoritlarning orqasida katta tarix turadi. Outsiderlarda esa himoya qiladigan hech narsa yo'q. Wembley odatda mana shunday qoliplarni juda tez hal qiladi. Sezib turibman. Bu haftada mana shu qoliplarning bittasi aniq sinadi.